Hoş. Kecha Makka Mukarramadan 28-kuni kechqurun 1:30larda avtobus bilan chiqib jo'nadik, to'g'rimi? 1:30larda avtobus bilan chiqdik. Xo'p, 1:30 bo'lsa 7:30ga mana shu joyga 7:30ga Madina shahriga kirib keldik. Kelgandan keyin bu yillik boshi Sirinbek telefon qila boshladi. Bu yoqqa chiqdi. Avtobus mana shu zdaniyani to'g'risiga keldi. Sizlarni boshqa kutilmayman deb mana shu joyga tashlab ketdi. Endi bulardan so'rasak, noaniq egasi kelishi kerak. Gaplashilgan, kutyapmiz deb mana hozir bu yerda qancha odamni sarson avora qilib o'sha yerda kuttirib o'tiribdi. Endi bu yerda eng yomoni qiynalgan naynilasi borlar, nogironligi borlar bor. Kelishdi ham, shunday bo'lgan edi. Kelishdi ham. Persatkalar bizlarga Persatka deydi 8 soatlab kutib qolasiz degan narsalar aytilmagan. Hammasi shoshma-shosharlik bilan amalga oshirilgandi. Bu yerda endi biz soat hozir 9:30 bo'ldi. 7:30da kelib tushgan bo'lsak 9:30 bo'ldiki, hozir keladi, endi keladi bilan haligacha bular turishda davom etyapti. Shu mana shuncha vaqt kelganimizcha bo'lgan oraliqda bizga shu vaziyat hal qilib qo'ysa bo'lardi-ku. Mana shuncha odam, endi yosh ulug'lar bor, keksalar bor, sog'lig'i yo'q bor. Odamlarni mana shu yerda allab kuttirib o'tiribdi. Hozir yana qaraymiz. Vaziyat qanday bo'lar ekan.